Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mana bugun ro'zaning oxirgi kunlari, ya'ni Hayit bayrami. Barchangizni Hayit bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarni hech qachon bahoriy kayfiyat tark etmasin. Ish o'z yo'liga, ishdan charchagan vaqtingizda mana shunday tabiat qo'ynida oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan doim aylanib yurishni odat qiling deb sizlarga maslahat bermoqchiman. Chunki nima deydi? Ishdan charchagan paytda mana bunday tabiat qo'ynida aylanish, oila davrasida birga yurish sizga ishga bo'lgan ishtiyoqni yana ham oshiradi. Albatta. Yana bir bor ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizlarga ilindim, mana shu tabiat qo'ynida aylanishni men ham xush ko'raman. Sizlar ham iloji boricha barcha tashvishlardan, ro'zg'or tashvishlaridan zerikkan vaqtingizda tabiat qo'ynida toza havoda aylanishni maslahat beraman. Ustalarga yana bir bor alangalik salom. Sizlarni ham tabriklayman. Doimo sog' bo'lingizlar. Ishlaringizga rivoj. Videolarimni tomosha qilib boring. Yangiliklarni, yanada ko'p yangiliklarim bor. Endi bundan buyog'iga birgalikda ko'ramiz. Omad tilayman hammalaringizga. Bayramlaringiz muborak bo'lsin.